Zaten ben kivalı oturayım. Kapak korumalı yaxşı da bu. Şöyle havalaylı. Çiniler düzeltirler. Yaşan. Kımmati vaxtlarına ayağını ki yanlarına Bor boluyla. Borlarına şükür. Gözün ayağından uçağınasın. Ya rahmet çambulma. Yeri telefonumga tashay. Ana unda bor, hammasida bor. Sizga tashaversin. Xizmatdoshlarga Ha, ana Ahmadda bor tashayapman. Ahmad sizga o'rib to'raversin. Bo'ladimi? odana yoshimi? O'tak. Oshna yurib turadi. Joz gapirib qo'yaymi? Ha, o'tirashik. Farg'ona degan yolg'on Stansiyaga boradi. Stansiyaga Gapirasa? Hurmatli bugungi kechaga yig'ilgan quroldosh do'stlar, Ey o'rtoqlar, jim. hammalaring qimmatli vaqtlaringni ayamasdan avvalga bizni xizmatdoshimiz Muqim Hoji akami xonadoniga tashrif buyurganliklaringiz uchun katta rahmat. Hammalaring oila a'zolaring, bola chaqalaring bilan sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Nimaiki ko'ngillaringda yaxshi niyat bo'lsa, niyatlaringga yetinglar. Quroldosh do'stlarimiz mana qanchasidan ayrildik. O'tganlarimizni oxiratlari obod bo'lib, joylari jannatda bo'lgan bo'lsin. Hammalaringga yana bir bor kelganlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Men gapga yo'laman. Hozir gapir. Nima deymanman? Tan joylaring sog' bo'lsin hammalaringni. Doim shunaqa yaxshi kunlarda hammamiz diydor nasib aylasin. Oramizda mana o'tib ketgan birodarlarimiz bor. O'shalarni o'tganlarga Alloh rahmat qilsin. Orqasida qolgan duogo'ylarimiz sog' salomat qilsin. Bola chaqa nevara chevaralar o'zga havasini ko'rib yurishlik mana kelayotgan birodarlarimizga hammasiga nasib aylasin. Manzil va makonlardan qadam bosib kelishyapti, uzoq joylardan. Shularni kelgan har bir qo'ygan qadamlariga ajr savoblari yozilsin. Bir oyda bir uchrashyapmiz. Alloh hammamizni qalbimizni ochsin. Mana shu safimiz kamaymasin. Alloh barakotini bersin. Qilayotgan dehqonchiliklarga ham, ziroatlarga ham, xonadonlarga fayz va barakotlarni bersin. Doimo xursandchilik, salomatchilik ma'shatda hamroh bo'lsin. Mana Hoji Muqimjonni ham xonadonida fayz va barakotlarni bersin. Har kelganimizda mana shu birodarimiz Alloh rozi bo'lsin, mana shu bizni doimo yaxshi kutib olib, yaxshi mehmon qilib jo'natyapti. Doimo nima niyat va maqsadi bo'lsa, Alloh maqsad va niyatlariga yetishsin. Bola chaqa nevara chevaralarni orqa havasini ko'rib yurishga ham ro'zi nasib aylasin. Rahmat.
hammamiz kasb kordagi odamlar biz. Mana Davud payg'ambarimiz aytgandek, mana temirda yuribmiz. Shopirlarimizni ham tanijonimiz Zag'imizni yaqin qilib olib kelib qo'yapti, olib borib qo'yapti. Doimo qalbimizda doim islom javob bo'lsin. Mana shu yerda o'tirganlarda nima niyat maqsadlari bo'lsa, Alloh ro'yobga chiqarsin. Hammamiz doimo xursandchilik, salomatchilikda didor nasib aylanishlik, ro'zi nasib aylasin. Rahmatga. Alloh.